Hop, hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hop, zapis yoqdik, endi ko'ramiz. Hop, bozor ochildi. Bugungi holat bo'yicha hozircha bozor sapirtlarni buzgan. Sapirtlarni buzgan. Buni birinchi keladigan joyi bor H1 bo'yicha, ya'ni mana bu zonalarga kelish kerak katta ehtimol bilan. Hozir H1 iji qilishga harakat qilyapti. Agar iji qiladigan bo'lsa, balki inside zonalarigacha ham kelishi ehtimoli bo'ladi. Endi buni hozircha kuzatib turamiz. Biza live trapdagi bolalar mana shu zonalardan kirdik hozircha. Endi inshaalloh o'sha tepasini kutyapmiz. Ya'ni tepasi bizda 10 punkt, mana bu yergacha kutyapmiz. Ya'ni birinchi restgacha. Inshaalloh o'sha kelaveradigan bo'lsa, birinchi tepa bo'ladi. Yog'ni уже keyin zonalarga qarab atrofotga qilishni boshlaymiz. Hop, общий obrazda qaraydigan bo'lsak, общий obrazda hozir bozor o'zini H4 strukturasi bo'yicha zonalarning ichida turibdi. Mana zonalar hali buzilgani yo'q. Bu H4. Agar bizada H4 zonamiz tepada yopilib oladigan bo'lsa, mana bu holatda katta ehtimol bilan ijiga yana bitta urib tepaga chiqib ketish ehtimoli bor. Общий holatda kutayotgan sell pozitsiya mana bu joyda o'zi. Mana shu joyi kutyapmiz. Keladigan bo'lsa, shu joydan bitta popravka qilib ko'ramiz kichkina time frame'da. Katta time frame'da to'pa kirilmaydi bu joyda. Kichkina time frame'da kelgandan keyin confirmation qidirib kiriladi. Endi nimaga bu zona kuchli deydigan bo'lsa, H4 holati bo'yicha, ya'ni imminni nima edi ota GC bo'yicha mana shu zonalarda turibdi. GC bo'yicha, ya'ni bu zonalari kuchli zonalar turiga kiradi, ya'ni kuchli zonalarga kiradi. Katta ehtimol bilan bu zonalarni olib tashlayveramiz. Katta ehtimol bilan shu zonalarning ichida azincha reaksiyalar bo'lib, tepaga otarish ehtimoli yuqoriroq hisoblanadi. Toki mana shu zonalarni buzmaguncha bizada keyingi sellga harakatlar yo'q. Qachon zonalarni buzadigan bo'lsa, keyin o'sha selldagi harakat qilamiz. Faqat shu bu joydagi katta repozitsiyaga pozitsiya hali ham ochiq. Shu tepalargacha kutyapman. Kecha ham ideyalar tashlab berdik. Hozircha nimaga H4da imенно Forex Club, Forex.com anaqasini brokerini ochganmiz. Nimaga hozir bozor buy ketyapti deydigan bo'lsak, narxni ko'radigan bo'lsanglar, ahamiyat beringlar. Support, ya'ni bizda support katta ehtimol bilan nima qildi, ya'ni tep yopilish tepada berdi bozor. Endi shuning uchun ham hozirgi H4 ning narxi katta ehtimol bilan mana примерно mashitlargacha chiqishi mumkin. Balki buni ichiga, buni o'zi ko'ramiz, nima bo'ladi. Agar buni ichiga kirib oladigan bo'lsa, ya'ni H4 buni ichiga kirib oladigan bo'lsa, o'zi keyin buni ichida H1 rivojlangan bo'ladi. H1 dan olib ketamiz. H4 o'zi bizga kerak bo'lmaydi. H4 bu yo'nalish. Agar H4 mana bu joyni yechib, mana xuddi shu holatda yopiladigan bo'lsa, 99% garantiya beraman. Mana bu zona qaytaradigan zona turiga kirmaydi. Mana bu zona. Shuning uchun ham bu zonani katta ehtimol bilan buzib, mana bu zonalarga kelish ehtimoli bor. Kecha ham men videosini tashlagandim, ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni mana shu zonalarga bozor keladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kela olmagan bo'tda mana bu joyda keladi. Imminno mana shu zonaga. Shuning uchun ham o'sha подтвержденияsi bo'yicha kuzatib turamiz hozir bir minut. Voy Ibrohim. Lasettidan hozir. Murod, bor pastga tushgan Lasetti turgan ekan. Men oshib olib qol. Ya'ni
katta ehtimol bilan o'sha tepaga ot borish ehtimoli yuqoriroq hisoblanadi. Pakajda kutamiz, nima qanaqa bozor shakllanadi, qanaqa rivojlanadi itagdagi shunga qarab harakat qilamiz. Hozircha ko'rayotganinglardek M15 zonani o'zi resistant break qilib qo'ydi. Endi mana bu resistentga chiqish kerak. Agar bu resistentni ham buzib yuboradigan bo'lsa bo'ldi. Zona подтверждение olgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham buzib yuboradigan bo'lsa, уже keyin sal orqaroq yurib turib, keyin yana tepalarga harakat qilib ko'radi. No, hali ikkinchi resistentni buzmaguncha buni harakati faqatgina mana shu joyga bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni mana shu zonani o'ziga. Bu zona bizda 45-88 zonasi bor. Shuning uchun pakajda kutamiz, nima qanaqa hosil bo'lishiga qaraymiz. Hozircha mana M zona, sweep zona, buning ichida kichkina time frame o'tadigan bo'lsak, mana kichkina zonaga o'tadigan bo'lsak, kichkina zonani M1 o'zida ham sweep zonadan keyin yetishi и так далее. Shu bilan past ketdi. Agar ketsa bu hozir shu joyi o'zidan ketadi, bo'lmasa yana pastroq tushadi. Yana bu joylardan yana harakat qilib ko'radi. Yana buzib harakat qilib ko'radi. Yana buzolmasa yana pastroq tushadi. Ya'ni toki resistentlarni selekov buzib tashlamaguncha pastroqqa harakat qilaveradi. No, hozircha M5 bo'yicha bitta EG berib qo'ydi. M15 bo'yicha hali zona yopilmadi, ya'ni zona baribir break bilan yopilgan. Shuning uchun ham katta ehtimol bilan baribir yo'nalishi hozircha bayga ko'rib turamiz. Mana shu zonalargacha bayga ko'rib turamiz. Keyin уже agar bu zonani buzsa, keyin уже pastlardan zona qidirib, pastdan yana keyingi zonalar tomon harakat boshlanadi. Ya'ni mana bu zonalarga qarab. Shuning uchun azizcha e'tiborli bo'linglar, ko'ringlar, nima gap bo'lsa e'tibor bilan pozitsiyalarga qarab turishinglarni aytib qoladi. Hozir bu resistant break qilgan, mana bu zonaga kelish ehtimoli bor. Mana bu zonaga. Agar bu zonani buza olmasa, yana dalsha harakat tepaga boshlanadi. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa ekan, mana zona break bo'lgan va mana shu zonasi bor ekan. Ya'ni no aktivniy EG va bu joydan yana tepaga harakat bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Qarab turinglar. O'zinglar uchun birato'la ko'rib ham olasizlar, qanaqa bo'layotganini, ana mana shu yerdan yana dalsha harakat bo'lishi mumkin yoki sal pastroqdan yoki shu yerda o'zidan. Davaychi pastroqdan deb hisoblaymiz. Mana shu yerdan harakat bo'lish ehtimoli yuqori. Ya'ni mana shu zona, birinchi kutayotgan zonamiz, mana shu zona bo'lyapti bizda. Shu zonaga kelsa, keyin yana уже keyingi pozitsiyalarni atrofotgasini kuzatishni boshlaymiz. Пока что с ожиданием kutamiz, nima gap, nima so'z va shunga qarab atrofotgalarni olib ketaveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.